O'zi halol, lekin Alloh yomon ko'rgan so'z. Taloqda. Taloq so'z a? Qatnashganingiz uchun rahmat. Alloh razı olsun. Bizning bosh homiymiz Makka Travel firmasi nomidan sovg'amizni qabul qilasiz aka. Sog' bo'ling. O'qiganman, lekin может, siz aytsangiz eslarmi, lekin hozir eslamayapman. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz jamoamiz bilan birgalikda Zarbdor, ya'ni Moltovga yetib keldik. Yengil savol-javoblarimizni olib boramiz. Bizning bosh homiymiz Makka Travel firmasi. Bismillah, boshladik. Taloq so'zi. Alloh rozi bo'lsin. Qatnashganingiz uchun bizning bosh homiymiz Makka Travel firmasining sovg'asini qabul qilasiz. Alloh rozi bo'lsin. O'zi halol, lekin Alloh yomon ko'rgan so'z. Nima gapga endi bilmasa, hozir tiqilishdi. Qara bo'laverar. Bilbar. O'zi adal, aytilishi adal, biroq Alloh yomon ko'rgan so'z bu. Qanday so'z? Taloq bo'lsa kerak. Vahoda endi u qo'yib yuborishlikda. Rozi bo'lsin, qatnashganingiz uchun bizning bosh homiymiz Makka Travel firmasi nomidan aka sovg'amizni qabul qilasiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Assalomu alaykum hurmatli qirg'izistonliklar, hurmatli qirg'izelim. Qur'oni Karimdan so'zma-so'z tuzdi ma'nilari ko'tarmasi qayerdan basmadan chiqibdir. Bu kitobning o'zgarishligi qanday desangiz, Alloh taoloning 99 ism sifati bor. Ana Qur'oni Karimdan suralarning fazilati bor. Janob Qur'ondan kelgan duolar Xatma Qur'on duosidagi bor ekan. Bu kitobning yetkazib beruv xizmati bor ekan. Bo'lgan bo'lsa 1000 so'm ekan. Inshaalloh do'stlarga, opalarga belak qatori bersangiz bo'ladi ekan inshaalloh.